Qulog'ingda ham muammo bor ekan-da. Sharmanda qilding-ku odamni. Nima qilding? Bir og'iz gapirma degandim. Nimaga qilmadigan ishni qilding? Ha, tiling kesilsin seni. Kuningdan o'lganing yaxshi edi. Tinchlikmi? Nimaga? Nima bo'ldi? Xotining qanaqa sharmanda qilganini bilasanmi? Rosa yaxshi joyga quda bo'ldim deb kollejdagi dugonamga maqtanib qo'yuvdim. Bugun mehmonga keldi. Mana bu dovdir xotiningga gapirma dedim. Gapirib o'tiribdi. Endi hammaga chiqib duduqni kelin qilibdi demaydimi? Sharmanda bo'lmadikmi? Bitta gapdan qolsa nima qiladi shu? O'zi gapirgani uchun javob qaytardim. Opam. Men senga gapirma dedimmi? Duduqligingni sotma dedimmi? Aytganini qilish kerakmi? Ey balakat. Sen hali opamni gapini ikki qiladigan bo'ldingmi? Yo'q. Yo'q bu yoqqa. Yo'q. Yo'q dedim. Abrar aka. Hali o'z boshimcha bo'lib qoldingmi? Hozir senga aytganini qilmasligini ko'rsatib qo'yaman. Yo'q dedim. Mana senga. Mana. Hayvon. Mana senga. Mana senga. O'chir ovozingni. Abror, yuziga urma. Ko'karib qoladi. Ko'karmaydigan joyiga ur. Opam gapirmayotgandan keyin gapirmaslik. Ajab bo'pti. Keyin safar aytganimni qilasan. Ahmoq, sharmanda qilmay o'l. Qilmagin meni asabimni